Xo'p, Bismillahirrohmanirrohim. Xush kelibsizlar aziz o'quvchilar. Biz hozir Mabdaul qiroat kitobidan 302-darsimizni boshlaymiz. Odatdagidek so'zlarning ma'nolari bilan darsimizni boshlaymiz. Xo'p, mindadatun. Mindadatun stolcha, manadidu stolchalar, maidatun dasturxon, ovqatlanadigan dasturxon, mavaidu dasturxonlar, mir'atun ya'ni ko'zgu oyna, maraya ko'zgu oynalar, mushtun taroq degani, amshatun taroqlar. Taali, qarang yo qo'shilib kelyapti. O'g'il taali ayol kishiga aytayapmanki kel deyapman. Agar erkak kishiga kel demoqchi bo'lsam taal yosiz aytaman. Ayol kishiga aytganligim uchun oxirida yo qo'shilib kelyapti. Xo'p, uktubi, qarang bu yerda ham xuddi shunday. Uktubi ya Aishatu, yoz ey Oysha, ayol kishiga yoz deyapman. Ayol kishiga xitob qilganligim uchun mana bu oxirida yo qo'shilib kelyapti. Agar erkak kishiga xitob qilganda qanday bo'lardi? Uktub degan bo'lardim. Shuning uchun hozir ayol kishiga gapirayotganligim uchun uktubi ya Aishatu deyapman. Taramoq arab tilida tamshitun deyiladi. Tarada mashshata, tarayda yumashshitu, tara mashshit. Tusavi turadi, ya'ni narx haqida gapirilyapti. Mana bu ahamiyat bering. Bu damir deyiladi. Damir ha uning degan ma'nosi bor. Damir nima degan ekan? Uning. Bu ayol kishiga ishlatiladigan zamir. Misol qanday? Men aytsam hozir qarang. Aniq yozib ko'rsataman, biroz. Kitabuhu. Qarang, mana bu orqasida turgan honi qarang. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, ya'ni buni yaxshiroq pastga yozish kerak. Qarang, mana bu yerga. Kitabuhu. Kitabuhu, ya'ni bu uning kitobi deyapman, to'g'rimi? Bu erkak kishiga ishlatiladi. Mana bu qarang, orqasida hu kelyapti, bunga o'xshamaydi. Uning deyapman-ku, to'g'rimi? Uning. Nima uning? Kitobi, to'g'rimi? Kitabuhu, bu agar erkak kishiga keladi, agar uning kitobi demoqchi bo'lsam, erkak kishiga ishlatiladigan gapni aytmoqchi bo'lsam, honi o'zini keltiraman. Hu uning kitobi. Lekin shuni ayol kishi qilmoqchi bo'lsam, qanday bo'ladi? Bitta alif qo'shiladi shu narsaga. Mana qarang. Buha yani. Kitabuha. Ahmet bilepsin, bu yerga bitta alif qo'shdim. Yani kitabuhu uning kitobi erkak kishi ishlatadigan. Agar ayol kishiga ishlatmoqchi bo'lsam, mana bu havoni ishlatar ekanman. Uning kitobi degani. Xo'p, endi keyingi gap ki kitobi. Sening degan ma'nosi bor. Sening. Bu ham ayol kishiga ishlatadigan damir deyiladi, zamir. Xo'p, agar shuni erkak kishiga ishlatiladiganini qanday misol? Buni ham bir misol bilan ko'rsataylik. Mana qarang. Kitabuka. Kitabuka deyapman, to'g'rimi? Mana buni. Kitabuka, sening kitobing, erkak kishiga xitob qilyapman. Shuni ayol kishiga xitob qilmoqchi bo'lsam qanday bo'ladi? Ki bo'ladi. Xuddi mana shu zamirni shu yerga olib kelib qo'shaman. Ahamiyat beryapsizmi? Ya'ni mana bu bilan buni farqiga ahamiyat beryapsizmi? Ya'ni erkak kishida yuqorisiga keladi, o'sha fatha yuqorisiga keladi, ayol kishiga kasra ishlatiladi. Kitabuka yoki
erkak kishiga sening kitobing degan kitabuki, ayol kishiga sening kitobing degan ma'nosi bor. Xo'p, tarabizatun nima? Ziyofatli dasturxon. Tarabizatun ziyofatli dasturxonlar. Endi borib jumlalar tarjima qilsak birgalashib. Xo'p. Ayna al-mir'atu ya ummi? Oyna qayerda? Ko'zgu qayerda ey onam? Huna fawqa al-mindadati ya binti? Bu yerda stolning ustida ey qizim. Ta'ali ya Aishatu, kel ey Aisha. Umashshitu sha'raki, sochingni tarayman. Ya'ni Ahmed beryapsizmi? Ta'ali ya Aishatu yo qo'shilib keldi. Umashshitu sha'ara ka demayapti, sha'ara ki deyapti. Fathas bilan kasrasi bilan aytyapti. Nima uchun? Ayol kishiga xitob qilayotganligi uchun. Iqra'i kitabaki ya Fahimatu wahfazi darsaki jayyidan. Ya'ni darsingni o'qigin ey Fahima va yaxshi yodlagin, juda ham yaxshi yodlagin. Izhabi ila al-kuttabi ya Salimatu, maktabga borgin ey Salima. Hana al-vaqtu, vaqt yetib keldi. Uktubi maktuban ila abiki ya Zahratu, otangga maktub yoz ey Zahro. Ijtahidi kathiran ya binti, ko'p ijtihod qil, ya'ni ko'p faol bo'l ey qizim. Man hunaka fil hujrati, u hujrada kim bor? U yerda hujrada kim bor? Ana ya ummi, menman ey onam. Umashshitu sha'ri, sochimni tarayapman. Ayna kitabuki mabda'ul qira'ati ya Halimatu, kitobing mabda'ul qira'at qayerda ey Halima? Mabda'ul qira'at kitobing qayerda ey Halima? Ishrabi shayaki, choyingni ich. Fatimatu tata'allamu fi madrasatina, Fatima madrasamizda ta'lim oladi. Sha'ri qasirun va sha'ru ukhti Fatimata tawilun, ya'ni mening sochim qisqa va singlim Fotimaning sochi uzundir. Kuli tabihaki ya Faridatu, ovqatingni ye ey Farida. Aishatu tilmizatun mujtahidatun muaddabatun tuhibbuha muallimatuha kathiran. Aisha ya'ni mujtahid, ya'ni bir juda ham faol o'quvchidir va adabli o'quvchidir. Tuhibbuha, uni yaxshi ko'radi. Muallimatuha, ya'ni muallimasi uni yaxshi ko'radi. Qanday? Ko'p, kathiran, ko'p yaxshi ko'radi. Izhabi ila al-kuttabi, maktabga bor. Uktubi ya Aishatu, yoz ey Aisha. Unzuri min ash-shubbaki, derazadan qara. Haula'i nisa'u fadilatun, mana bu ayollar fazilatlardir, ya'ni fazilatli ayollardir. Hadhihi al-mihfazatu ghaliyatun tusawi 50 malliman, mana bu sumka g'aliyatun, juda ham qimmat, tusawi, buning narxi 50 tiyinga teng. Va tilka rakhisatun, va anamusi arzondir. Tusawi 5 mallimatin, 5 tiyinga teng. 32-chi mashq, arab tiliga tarjima qilamiz o'zbek tilidagi so'zlarni. Bu ko'zgudir. Hadhihi mir'atun, ko'zgu qayerda? Aynal mir'atu, taroq qayerda? Aynal mushtu, ey Abdullah, darsingni o'qi. Ya Abdullohi, iqra darsaka. Qarang, Ahmed bening darsingni degan darsaki demayapman. Iqra darsaka. Ey qizim, ya binti, ko'p harakat qil. Ijtahidi kathiran, ya'ni ya binti ijtahidi kathiran, ko'p harakat qil. Ey Fatima, ya Fatimatu, tarog'ing kattadir. Mishtuki kabiratun, ya Fatimatu mishtuki kabiratun. Xo'p. Ey qizim, ya binti, kitobim qayerda? Ayna kitabi, stol ustida.
فوق المنضد stol üstünde, فوق الطاولة فوق المنضدة desem böyle. Minbada stol dedik. Hop, ey Salime, ya Salimetu, biznikiga qachon kelasan? Mata ta'ti ilayna ya Salimatu, biznikiga qachon kelasan? Mata ta'ti ilayna, ertaga, g'adan, peshindan keyin singlim Fatima bilan kelaman. Ba'da az-zuhri ma'a ukhti Fatimata, ma'a ukhti Fatimata, ba'da az-zuhri ma'a ukhti Fatimata. Ya'ni so'rayapti, Salim, ey Salima, biznikiga qachon kelasan? Javob beryapti, g'adan, ertaga. Peshindan keyin ba'da az-zuhri ma'a ukhti Fatimata. Fatima juda ko'p o'qiydi. Fatimatu taqra'u kathiran. Fatimatu taqra'u kathiran. Salima juda oz yozyapti. Juda oz yozyapti. Salimatu taktubu qalilan. Salimatu taktubu qalilan. Juda maqsaddan jiddan, qalilan jiddan. Xo'p, Zuhra sochini tarayapti. Zuhratu tumashshitu sha'raha. Zuhratu tumashshitu sha'raha.